8 asr davomida fath etilmagan Istanbulni fath etish Fotih Sulton Mehmedxonga nasib bo'ladi. Uni boshqa podshohlardan farqli qilgan narsa nima edi? Bu haqida aynan shu kitobda yozuvchi quyidagi narsalarni aytib o'tadi. Birinchidan, Fotih Sulton Mehmedxonni tarbiya qilgan uni otasi Sulton II Murod bo'ladi. Ya'ni 12 yoshidayoq Fotih Sulton Mehmedxonni davlat ishlarini boshiga olib keladi va uni tajribasini oshirib boradi. 12 yoshli Fotih Sulton aynan Istanbulni fath qilish maqsadi bilan tarbiya topadi. Ikkinchidan, uni tarbiya qilgan ustozlari va u bilan muloqot qilgan katta olimlar, ya'ni unga tarbiya bergan yana bir ustozlari hisoblanadi. Aynan Fotih Sultonni Istanbulni fath qilish tarbiyasida, o'sha ruhiyatda tarbiya qilishadi. Uchinchidan, ham jismonan ham ma'naviy tomonlama ancha rivojlangan bo'ladi Fotih Sulton Mehmedxon va Istanbulni fath qilishda oldingi sultonlarni qo'llamagan taktikalardan foydalanadi va Istanbulni fath qiladi. To'rtinchidan esa Fotih Sulton Mehmedxonni maqsadi, g'ayrati, ya'ni o'zini oldiga qo'ygan maqsadida qattiq turadi. Yo men Istanbulni olaman yoki Istanbul meni oladi degan bir katta maqsad asosida hayotini kechiradi. Hayotini shu maqsad ustiga qurgan bo'ladi va o'z maqsadiga erishadi. Hayotimizdagi 99% inson o'zini oldiga katta maqsadlar qo'yadi. Xuddi Fotih Sulton Mehmedxon kabi o'zini maqsadi asosida o'zini hayotini quradi va o'sha maqsad uchun yashaydi. Lekin juda ham kamchilik insonlar to'g'ri maqsad qo'yishadi. Yaqinda bitta ustozimiz juda ham zo'r gap aytdilar. Agarda siz chet ellik millionerlarning hayotini, kitoblarini o'qiydigan bo'lsangiz, siz $1 $100 ming qilishingiz mumkin. Lekin agarda ota-bobolaringiz tarixini, hayotini, mag'zini chaqib o'rganadigan bo'lsangiz, dunyoni o'zgartirib yuborishni o'rganib qolishingiz mumkin deb aytib o'tdilar. Haqiqatan tarixga qaraydigan bo'lsak, juda ham ko'p ota-bobolarimiz dunyoni o'zgartiradigan ishlar qilishgan. Dunyoni o'zgartirgan ota-bobolarimizdan bittasi bu Fotih Sulton Mehmedxon hisoblanadi. Aynan Fotih Sulton Mehmedxonni nimaga men ota-bobolarimizdan bittasi deyapman? Buni siz ularning tarixlarini o'qib tushunib yetishingizz mumkin. Lekin faqat Fotih Sulton Mehmedxon emas, boshqa Usmoniylardan o'tgan yoki boshqa Saljuqiylardan o'tgan insonlarning tarixini ham o'qib tushunib yetsangiz bo'ladi. Ularni bizga, o'zbeklarga, umuman O'rta Osiyoga qanaqa aloqasi borligini tushunib yetish uchun bu kitoblarni o'qishni tavsiya qilgan bo'lardim. Aynan qo'limdagi kitob menga juda ham ma'qul keldi, juda ham yoqdi. Nimagaki bu kitobda siz Usmoniylar haqida shogirdlarni ustoziga bergan savollari asosida tushunib yetishingiz mumkin. Ya'ni shu savollarga berilgan javoblar orqali Usmoniylar tarixini o'rganib chiqsangiz bo'ladi. Lekin bu kitobni o'qishdan oldin boshqa Usmoniylar hayotiga, imperiyasiga aloqador bo'lgan kitoblarni o'qib chiqishni tavsiya qilgan bo'lardim.